Aşıq məşuqlar bayramını təbriklashning hukmi. Savol. Assalomu alaykum. Nurg'unlagan Uyg'ur qiz-yigitlari har yili 2 oyning 14-kuni Aşıq məşuqlar bayramini təbriklashadi. Buning dinimizda hukmi nima? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Biz musulmonlar hozir bir yandan din dushmanlar tarafidan turli vositalar bilan dinimizdan, axloqimizdan va an'analarimizdan tadrijiy yiroqlashtirish planlariga duch kelyapmiz. Yana bir yandan o'zining dinini va an'anasini bilmay cho'ng bo'layotgan yoshlarimiz g'ayri dindagilarning odatlarini singdirib olib, dunyodagi umum modaga qarg'ularcha ergashib mangadigan xatarlik ahvol kelib chiqyotidi. İçimizni etishtirdig'inimi shu. Din dushmanlarining ziyonkashliklari yetmagandek, musulmonlarning farzandlarida sodir bo'layotgan nodonliqlari sababidan e'tiqodimiz, axloqimiz xavfga uchirmoqda. Musulmonlar orasiga singib kirib, aqida va axloqqa og'ir ziyon urayotgan yomon odatlardan biri har yili 14 fevralda o'tkaziladigan atalmish Aşıq Məşuqlar bayramidir. Bu bayramning g'ayri din ahlining odatlaridan ekanligi talash-tartish qabul qilmaydigan bir haqiqat. Shundoq bo'lg'achqa, men bu yerda bu bayramning kelib chiqishi va bu vaqtdagi rivoyatlar ustida alohida to'xtalishim hojasiz. Alloh taolo iymon, islom va hidoyat ne'mati ato qilgan har bir musulmon bu bayramning rimliq butparastlar bilan xristianlardan kelgan odat ekanligini, dinimiz islomda bundoq bayramning mavjud emasligini, shundoqla jamiyatning fitna-fasodga, yoshlarning aysh-ishratga berilishiga yeshil chiroq bo'lib beradigan nashoyon va harom qilingan ishlarni shu kun munosabati bilan halol sanashga, axloqiy jihatdan tushkunlikka yo'l ochib beradigan mayli shaxsning va yoki kollektivning bo'lsin, sog'lom turmushiga behudalik va avarichiliklarni elib keladigan bu xil tusdagi bayramlarni tabriklashning haromligini, har qanday shaklda bu bayramga qatnashishga, tabriklaydiganlarga turli xizmatlarni sunishga bo'lmaydiganligini aniq bilib olishi lozimdir. Chunki islomda belgilangan bayram faqat 2 hayit bo'lib, jahiliyat bayramlarining o'rniga Alloh taolo bu 2 hayitni almashtirib bergan. Anas radhiyallohu anhu aytadi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelganda Madina ahlining o'yin tomosha qilib tabriklaydigan 2 kuni bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu ikkisi nima kun deb so'ragan edi ular. Biz jahiliyat davrida mushu 2 kunda o'yin tomosha qilatdik dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo sizlarga bu 2 kunning o'rniga bulardan yaxshi 2 hayit kunini almashtirib berdi dedi. Shundaqla bu atalmish Aşıq Məşuqlar bayramini tabriklash, u kunda alohida kiyinib tomoshaga hozirlanish va shu kun uchun birovga atab alohida sovg'a salom elish va taqdim qilish qatorliqlarning hammasi kofirlarning an'analarini cho'ng bilish va ularga o'xshab olishdan iborat. Haq taolo aytadi: Ro'shan dalillar kelgandan keyin ayrilib ketishgan va ixtilof qilishganlardek bo'lmanglar. Ana shular cho'ng azobga duchor bo'ladi. Al-Imron surasi 105-oyat. Ibn Umar radhiyallohu anhumadan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kimki boshqa qavmga o'xshab olsa, u shulardan bo'ladi. Bu bayramni tabriklashning o'zi Allohning dini va uning shariatini ko'zga ilmaganlik, mu'minlarning yo'lini tutmay, kofirlarga o'zini yaqin tutishdan iborat sog'lom aqida taqozzosiga zid keladigan qilmish bo'lib qolmasdan, balki yana kofirlarga amroqlikni keltirib chiqardi. Haq taolo aytadi: Ey mu'minlar, Yahudi va Nasaralarni do'st tutmanglar. Ular o'zaro do'stlardir. Sizlardan kimki ularni do'st tutadigan, u shulardandir. Allah zalim qavmni haqiqatan hidoyat qilmaydi. Maida surasi 51-oyat. Bu yerda shuni bilishimiz kerakki, bu bayramni tabriklash aqidani ziydilagandan sirt axloqni buzadi. Gunoh ma'siyatlarni ochiq oshkora jakarlashga elib boradi. Bu jihatdan bu bayramni tabriklash gunohi taxmi ig'irlashadi. Bu bayram kofirlarga xos bayram bo'lg'achqa, bu bayramni tabriklash yot qiz-o'g'il munosabatiga chetishlik emas, balki shar'iy nikoh bilan er-xotin bo'lganlarning bu munosabatda bir-biriga sovg'a taqdim qilishi o'xshashlik cheklanadi. Bu bayram munosabati bilan yoshlarning alohida yasinishi, bayram munosabati bilan pul xarjlashi, yot qizlarga gul va boshqa narsalarni sovg'a qilishi, nomahramga aralashishi, bayramlik so'rovlarga qatnashishi harom bo'lganidekla, nomahramlar ara nashayon ishlarning sodir bo'lishi uchun do'konlar,
oshxonalar va mehmonxonalarning alohida tayyorlab ko'rishi va xizmat sunishimi ig'ir qilmish va cho'ng gunohlardandir. Tijoratchilarning bu kunga xos tovarlarni setish orqali topgan kirimi harom kirimdir. Ata-onalar farzandlarining bundoq tabriklashlariga qatnashib qolmaslik uchun ularning holidan xabar olishimi ularning ustidagi bir mas'uliyatdir. Yoshlarimiz bu bayramning hukmini bilgandan keyin og'ini birodarlarni buningdan ogohlantirishi vojibdir. Janobi Alloh qiz yigitlarimizga sog'lom aqida, musulmoncha kimlik, Uyg'ur an'anasiga haqiqiy varislik qilish salohiyatini qo'lga keltirguchi izzat va sharaf, g'urur va iffat hamda sharmi hayo ato qilg'ay. Amin. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom, 21 nomerlik fatvo.